Assalomu alaykum, YouTube kuzatuvchilari. Tokio yo'liga akkumulyatorli batareykalarimiz yetib kelgan. Bunimiz 125 lik batareykalarimiz bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Bizda hozircha Vitton hamda Protex firmasi tegishli mana bunaqangi akkumulyatorli batareykalarimiz bor. Xo'p, bularimiz 125 lik batareyka bo'ladi. Komplektida ikkitadan akkumulyatorlari chiqadi akalar. Xo'p, akkumulyatorlarga kelib turadigan bo'lsa, bunimiz mana ko'rishlar mumkin. 21 vatli bo'ladi, 4 amperli bo'ladi. Ishlash holatlarini ko'rishlar mumkin mana. Bismillah. Ishlashlari ham juda ham zo'r, qo'lga udobniy narsa bo'ladi. Komplektida mana bunaqangi o'sha zashniklar, himoyalashlari chiqadi akalar. Har ikkalasida narxiga kelib turgan bo'lsak, narxi juda ham arzon bo'ladi akalar. Narxi hatiga 550 ming so'mga 650 ming so'm qilib beramiz. Bunimiz lekin 24 vatli akkumulyatordan bo'ladi akalar. Bunda narxi nimaga qimmat? Unda bossalaring akalar, akkumulyatorda narsalargacha ko'rsatib turadi. Qarag'igacha. Xo'p, bular har ikkalasida ham garantiyalari bor. 12 oylik dastlashgan xizmatlarimizdan bor akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishingizni ishlash qolsin. Ziyo bo'lib qo'yish ham ishlash qolsin.